Assalomu alaykum, sog' salomatmisizlar, kayfiyatingiz yaxshimi? Xo'p, YouTube'ga qo'ygan videolarimiz bor bir qancha. Insonlar o'sha odziv bildirib, holati yaxshi bo'lib, ishlab, holati hozirgi vaqtgacha yaxshi bo'lgan, undan keyin ham yaxshi bo'lishiga ishonaman. Shu insonlar haqida bo'ladi. Bir xil mutaxassislar aytadi, ko'p reklamalarga uchasizlar, ehtiyot bo'linglar, u yoqdan, bu yoqdan gapirishadi. Endi men reklama qiladigan bo'lsam-da, o'qimagan kitoblarimni orqaga 800 tasini terib qo'yib, studiyalarda tam reklama qilib, birovga bir so'm berib, misol chiqib berasan desam ham bo'ladi, masalan. Endi bizda unaqa narsalar yo'q. Biz Allohdan qo'rqadigan insonmiz. Xudoga shukr, tarbiyamiz yaxshi. Bizda maqsad nima? Bu insonni misol menga podpiska yig'ish, tam layklar yig'ib, mashhurroq bo'lib olib, stavkani baland qilib qo'yadigan nimam yo'q mani. Men prosta bu qilayotgan videolarim imkoniyati bor insonlar bor, imkoniyati yo'q insonlar bor. Imkoniyati yo'q inson shuni ko'rib, shoyat qalbida bir xotirjamlik kirsa, mana men ham chiqdim. Значит, o'sha inson ham chiqdi. Значит, men ham chiqar ekanman degan maqsadda qo'yildi. Men qo'yaman desam, son mingtada, misol yuragidan chiqib ketgan bor, boshqasidan chiqib ketgan, yaxshi bo'lib ketgan, tuzalib ketgan, men o'z iltimos ham qilgan insonlarim bo'lgan, chiqib bering mayli, siz bo'ldi desam, yo'q, men kerak yo'q. Men siz bilan gaplashib o'rganmiz, hammasi hal bo'lgan, hisob-kitob bo'lgan, rozi bo'ling, men uzr chiqolmayman deydigan insonlar bor. Men misol uchun videoni nimaga qo'yaman? Insonlar ozgina tafakkur qilsin, o'ylasin. Insonlar bor, u nevrozdan chiqib bo'lmas ekan deb o'ylaydi. Shular ko'rsa, holati yaxshilashadi. Endi ayrim insonlar, ayrim mutaxassislar reklamalarga uchmanglar, u yoq bu yoq deb tushuntirishadi. Mana men oddiy telefonda, oddiy Samsung telefonini ishlataman hozirda. Oxirroq rusumini ishlataman. Shunda video olib, o'zimni haqqoniy holatimdan kelib chiqib, video qo'yaman. Misol uchun, agar men misol uchun o'tkir syujetli, cho'tki dekoratsiya bo'lgan studiyalarda olib, naushnikni taqib olib, gromch nimalarni qo'yib olib, gapirib, sizda vegetativniy nervniy sistema faollashuvi buzilgan. Hozirda funksional holatdasiz. Shuning uchun 2 kun dars olsangiz 100% chiqib ketasiz desam, unda endi bilmadim. Unda 5 ta qo'limni og'zimga tiqib, noinsoflik qilib, insonlarni aldagan holatda bo'lamiz. Menga unaqa savol kelmadi. Misol uchun, siz nega reklama qilyapsiz yoki qilmayapsiz degan emas. Men bitta video ko'zim tushib qoldi-da. Men to'g'risini aytaman, qilgan mehnatimga achindim. Qaysi ma'noda? Neujeli insonlar bir-birini ko'ra olmaydi. Misol uchun, bitta narsa, u insonlarning taqdiri nima bo'ladi? Masalan, chiqib berishgan, video yaxshi bo'lgan, holatligi hozirgacha mana shu bugungi kunda mart oyi, ro'za Ramazon, yolg'on gapirilish nimasi yo'q. Men haqqoniy insonman. Aytaman men, haligacha yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, holatinglar yaxshimi, sog' salomatmisizlar? Yaxshi, rahmat, zo'r. Hammasi joyida. Normalniy, zo'r. Hammasi aytishadi yaxshi deb. Endi ular bilsanglar agar, men bitta narsa yozib tushuntirib bering. Xo'p. Deylik, mana insonda shaxsiyat bor, hissiyoti bor, nevroz bo'ladi, bosim, nevroz bo'ladi, fobiya bo'ladi, misol uchun. Deylik, u insonlar fobiyadan 100% qutulgan. O'sha chiqib ketayotgan, mana shu internetda yaxshi odziv berayotgan. Nevrozga nimalar kiradi? Qaranglar. O'kir, misol uchun, simptom. Yana nimalar kiradi? Vahima, misol uchun, ichki nizo. Mana misol uchun. U insonlarning bu narsalarni biz hal qilib bo'ldik. Nevrozi ham hal, fobiyasi ham hal. Endi ularni hissiyoti bilan ham ishlaganmiz. Tushunasizlar? Ya'ni stressga bardoshli bo'lgan holatda holatini yaxshilab, shaxsi ham o'ziga yarasha holati o'z holiga tushib, shaxsiyatini ham o'zi sekin-sekin tushunib oladi.
Bular misol uchun hozir bu holatdangina 100% chiqib ketishgan. Ya'ni kognitivniy поведенческий psixoterapiyani mutlaq o'rganib bo'lishgan. Endi hayotlarining davomida har xil stressli vaziyatlar bo'lsa, misol uchun u narsaga bardoshli bo'lishni ham tushuntirib o'tib ketganmiz. Kerak bo'lsa tushuntiramiz ham murojaat qilishsa. Masalanda, yo'g'im murojaat qilishmasin u insonlar. Ular faqat juma bilan, hayit bilan tabriklab telefon qilib qo'yishadi. Boriga shukr, xursandman shunaqa insonlarni ham. Xo'p, hissiyot bilan shaxs o'rtasidagi kelishuv bor-da insonda. Masalan, hissiyotingizni o'zingiz boshqarasiz. Masalan, g'azabingiz, uyatchanligingiz, tortinchoqligingiz, deylik, ko'ngilchensiz masalan. Ko'nglingizga olaverasiz. Shu narsalarni misol uchun tushuntirganmiz. Dars mobaynida ratsional, emotsional qilib shu holatini yaxshilatishga harakat qilib tushuntirdik. Deylik, bu tushundi bu inson. Endi hayotida misol uchun olib keta olishi o'zini qo'lida. Men har kuni bitta telefon qilib, misol uchun har kuni desam yolg'on bo'ladi. Haftada, oyda bir marta eslayman. Yaxshimisizlar? Sog'-salomatmisizlar? Kayfiyatinglar yaxshimi deb. Yaxshi zo'r. Qilyapmiz, o'rganyapmiz, yaxshi ketyapmiz, yashash yomon emas, yaxshi, a'lo deyishadi. Bo'ldi. Mana shu nima deydi? Shu holatdan kelib chiqib, hayotlariga mesropkani chiqazgandek, go'sht chiqazgandek, hayotligidagi shu holatda ham chiqazishadi. Ya'ni qaysi ma'noda hayotga uje kirishishadi ular. Bo'ldi, o'sha shaxsiyat, hissiyot uje o'rganib ketaveriladi. Bunga vaqt ketadi katta. Endi bu nevrozdan 100% chiqdimi desa, men ha deyman. Ha, bu insonlar chiqishdi. Endi hayotdagi qanaqadir stressli situatsiyalarga bardoshli bo'lib, qilayotgan ishligida tafakkur bilan qilib, zavq bilan qilib, hamma narsaga asabni ma'lum bir vaqtgacha bizmagan holatda qilishsa, uje bular normalniy holat bo'ladi. Bo'ldi, u odamni, misol uchun, u odam bilan nevroz emas odamni ajrata olmaysiz. Qanaqa ajratasiz? Bo'ldi. Bu yerda bizning mehnat ketdi. U ishlayotgan odamning mehnati ketdi. Men 6 oy ham ishlaganman, 3 oy ham ishlayman. 2 haftaga ham ishlaganman insonlar bilan. Endi kimdir bittada tushunsa, kimdir 5 tada tushunadi. Bizning vazifamiz tushuntirib, gestalt terapiya qilib beramiz, konsultatsiyalar qilib. O'shaning uchun shu holatga ham e'tibor qaratinglar, hammasi joyida bo'ladi. Salomat bo'linglar.